Shariatda tahorat ibodat hisobida. Lekin hozirgi kunda ko'p qavatli uylarda hojat va tahorat bir joyda. Buning zarari yo'qmi? Shariatda tahorat ibodat hisobida degan gap biroz noto'g'riroq chiqqan. Hisobida emas, tahorat shariatda ibodatdir. Hisobida desa biroz qo'shroq aytilgan bo'ladi. Tahorat shariatda ibodat. Balki namozning kalidi tahoratsiz ko'p narsalarni, ibodatlarni qilib bo'lmaydi. Ana endi hozirgi kundagi ko'p qavatli uylarda tahoratxona deb atayotganimiz, hojatxona deb atayotgan narsamiz bilan qo'l yuzni yuvadigan, tahorat qiladigan joy bitta bo'lib qolganligi savol tarzida kelyapti. Albatta bu kabi uylarni qurish, ana shu kabi hojatxonalarni tashkil qilish musulmon bo'lmagan xalqlar tomonidan ixtiro qilingan, amalga oshirilgan va joriy qilinganligi oqibatida mana shu holat yuzaga kelgan. Musulmonlarni mana shu narsaga e'tibor bermaganligi, buni o'ylab ko'rmaganligi, mana shu narsani avvalgidek shariatga muvofiq bo'lishini, mana shunga o'xshash savollarni chiqmasligini o'ylamaganliklari oqibatida mana shu narsa vujudga kelgan. Endi nima bo'lsa ham vujudga keldi, tarqaldi. Musulmon olamida ham mana shu narsaga giriftor bo'lindi. Endi mana savol chiqyaptiki, bunaqa narsa zararli emasmi? Odatda ana shu hojatxonani o'zida turlik demak chiqindi, iflos, axlatlar bo'lishligi ma'nosida Allohning ismini tilga olish, duolar qilish mumkin bo'lmay qoladi. Balki unga kirayotganda Auzu billahi minal xubsi val xabaisi deb panoh so'raydigan duolarni o'qib turib keyin kiriladigan holatlari bor edi. Endi hammasi bir joyda bo'lib qoldi. Nima qilamiz degan savol. Bu yerda ulamolarimiz o'sha narsani bir yerda bo'lishiga hozir ruxsat berishgan. Chunki qadimgi tahoratxonalardan farqli o'laroq hozirgilarda demak axlat to'planib qolmaydi, balki hammasi o'z vaqtida suv bilan oqizib yuboriladi. Deyarli tahoratxonaning ichida axlat turib qolish imkoni ham yo'q. Ana shu ma'noda ba'zi bir kishilar odatdagidek duolarni o'qib, ba'zi bir hadis yoki oyatlarda kelgan so'zlarni o'sha yerda ham aytaversak, takrorlaversak bo'ladimi, yo'qmi degan savollarni ham berishadi. Bunda ba'zi bir ulamolar o'sha axlatni turib qolmasligi e'tiboridan, suv bilan yuvib doim tozalanib turish e'tiboridan o'sha duo yoki ba'zi bir zikrlarni aytaversa bo'ladi deganlari ham bor. Lekin nima bo'lsa ham tahoratxona uni mahkam yopiladigan qilinganmi yoki suv bilan oqib kelinadigan qilinganmi, baribir shu nomi bor, o'sha narsani o'sha yerda bo'lishi bor. Shuning uchun tahorat qilsa mayli, g'usl qilsa mayli, o'sha qazoi hojat qiladigan joyida, lekin o'sha duolarni ovoz chiqarib o'qimagani afzal deyilgan ulamolarimiz ham borlar.